Ikkinchi savol. Fizikani fanga kim kiritgan? Men qayerdan bilaman? Fizikani o'zim bilaman. Kim kiritganini bilmayman. Demak, fizikani fanga o'sha 6-sinf qaraysizlar, o'sha kim kiritganini topasizlar. Hamma gapni men aytib qo'yaversam bo'lmaydi. Fizika necha qismdan iborat? Bor, aytmayman. Mexanika necha qismdan iborat? Aytmayman. Kinematika nimani o'rganadi? Buni o'zi kinematikaga kiryapmizmi? Mexanika 3 ta qismga bo'linadi o'zi: kinematika, dinamika, statika. Fizikani o'zi qismlari juda ko'p, hozir 5 ta deb qo'ysam men boshimda yong'oq chaqiladi keyin. O'shaning uchun aytmayman. Bu elementar bo'yicha 5 ta. Son-sanog'i yo'q qismlarni. Xo'p. Kinematika. Hozir kinematikaga kiryapmiz-ku. O'shaning uchun aytaman faqat kinematikani nimani o'rganishini. Dinamikaga kelganimizda dinamikani nimani o'rganishini aytaman. Statikaga kelganimizda statikani nimani o'rganishimizni aytaman. Boshidan hamma narsani qarshittirib tashlamaymiz-da.